Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Xo'sh, bu navbatdagi savolimiz o'quvchilar olimpiadasiga tushgan algoritmga taalluqli. E'tibor berasiz. Bu yerda algoritm berilyapti. Qarang, agar deyapti R, ya'ni massiv, array degan bitta massiv listimiz 8, 5, 3, 1 sonlardan iborat bo'lsa, blok sxema asosida qanday natija bo'ladi deyapti. Xo'sh, boshlandi. S teng 0, ya'ni S degan bitta o'zgaruvchiga 0 beramiz. I teng 0. I degan o'zgaruvchiga bitta 0 beramiz. Xo'sh, n teng 4 ekan. Xo'sh, n teng 4. Mana yozib olaman bu yerga. N teng 4. E'tibor bering. Xo'sh, ma'lumotlar kiritildi, boshladik. Endi oqimga qarab yuramizda. Oqim pastga tushyapti-ku. I kichkina bo'lsa n dan, ya'ni bizani i'miz 0, e'tibor berasiz. 0. Kichkina bo'lsa n'imiz 4, 4 dan. Shart rost bo'lsa o'ng tomonga yurishimiz kerak. Shart yolg'on bo'lsa pastga tushishimiz kerak. Shart rost, 0 4 dan kichkina. Unaqada deyapti, s ga s ni qo'shib, arrayning i'nisini qo'sh. Qarang, s ga deyapti, 0 ga ustiga qo'shamiz r ning i'nisini. Ya'ni r ning i'nisi degani 0-chisi. Mana buni indekslab olsak, mana bu 0-indeks, 1-indeks, 2-indeks, 3-indeks deb aytamizda. 0-indeksi 8. Ustiga 8 ni qo'shing. Bu hozircha 8 bo'lib turibdi. Xo'sh, endi bundan keyin ana tugadi, yuqoriga qarab chiqasiz. I ga bitta 1 qo'shishimiz kerak. I'miz 0 edi, bitta 1 ni qo'shsak, bu 1 bo'lib qoladi. Xo'sh, yana bizani oqim olib kelyapti ifni oldiga. Ifni yana buni tekshirib ko'ramiz. I endi bizada 1 bo'lib qoldi. Kichkina n. Yozaman 1. Kichkinami? 4 dan deyman. 1 4 dan kichkina rost bo'lganligi uchun yana bunga qaytamiz. S ga endi qo'shib qo'y r ning i'nisini. Xo'sh, S ga qo'shaman. R ning i'nisi degani endi birinchisi bo'ladi. I bizda 1 ku. Birinchisi bizda 5. 5 teng 13 bo'ldi. Xo'p, I ga yana bitta 1 ni qo'shib qo'y. Yana bitta 1 ni qo'shsam bu 2 bo'ldi. Endi 2 bo'ldi. Oqimga kelamiz yana. Ifni tekshiramiz. I kichkinami n-dan, ya'ni 2, kichkinami n-dan, ya'ni 4 dan. Rost bo'lgani uchun yana bunga qaytamiz. S plus r ning i'nisi 13 ga qo'shasan deyapti. R ning ikkinchisini. 2 degani bu 3. Ikkinchi indeks ostida 3 degan element turibdi. Shuni qo'shamiz. 16 bo'ldi. Xo'sh, I ga yana bitta 1 ni qo'shib qo'y. I ga yana bitta 1 ni qo'shsam, endi bu 3 bo'ldi. Xo'p, 3 shartga tekshiramiz. 4 dan kichkinami? 3 4 dan kichkinami? Ha, rost. Unaqada S ga yana R ning i'nisini qo'sh. 16 ga qo'shamiz. R ning 3-indeksdagi elementi bu 1. 1 ni qo'shsam, bu 17 bo'ldi. Xo'p, I ga bitta 1 ni qo'shib qo'yamiz. I endi bizada 4 bo'ldi. 1 ni qo'shganimizdan keyingi holat. Oqimga keldik. 4 shart tekshiryapmiz. Kichkinami? 4. Qarang, rost bo'lganda biz bu tomonga qarab yurardik. Endi 4 4 dan kichkina emas, u 4 teng. Demak, yolg'on. Shart pastga tushadi. S ni ekranga chiqaring. S nima bo'ldi? 17 bo'ldi. Javobimiz 17 ekan. Tushunarli bo'lsa, rahmat.